1991-yil 25-oktyabrda prezidentimiz tashabbusi bilan bojxona tizimi tashkil etilib, uning tashkiliy huquqiy asoslari yaratildi va mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida tobora takomillashtirildi. Shu munosabat bilan Davlat bojxona qo'mitasida uning 25 yillik faoliyatiga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz Nargiz Sobirova reportajda. Mamlakatimiz bojxonasi tarixi, yaqin o'tmishi va mustaqillik yillari taraqqiyotidan hikoya qiluvchi Bojxona ma'naviyat markazining ochilishi mustaqilligimizning 25 yilligiga munosib sovg'a bo'ldi. 180 metr kvadrat maydonni egallagan Bojxona ma'naviyat markazida nafaqat O'zbekistondagi, balki xorijiy davlatlarning arxivlaridan keltirilgan turli eksponatlar bilan boyitilgan. Ayniqsa bu yerdagi bojxona postlarini aks ettiruvchi yirik maket o'zining noyobligi bilan boshqa eksponatlardan ajralib turadi. Markazi sohada erishilgan so'nggi yutuqlar, o'tgan yillar mobaynida mamlakatimizda ro'y bergan ulkan ma'naviy o'zgarishlar va axborot texnologiyalari takomillashuviga oid eksponatlarni ko'rish mumkin. Aeroportda ishlar tashkil qilinganligi bemalol ko'rsatilyapti. O'ziga xos tarzda tashkil etilgan tadbir davomida ommaviy axborot vositalari vakillari Davlat bojxona qo'mitasining video kuzatuv tizimi bilan tanishish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. Video kuzatuv markazidan turib onlayn rejimda barcha postlardagi vaziyatdan uzluksiz xabardor bo'lish, bojxona postlari ustidan ichki idoraviy nazoratni kuchaytirish imkoni mavjud. Tadbir orqali birinchi galda o'sha 25 yil davomida qo'lga kiritilgan yutuqlarning ahamiyatini jurnalistlarga yaqindan jonli misollarda ko'rsatib berishni niyat qilgan edik va qolaversa o'sha eng muhim hayotiy aktual dolzarb savol kim ediku kim bo'ldik degan savolga birgina bojxona tizimini misolida aniq raqamlarda ko'rsatib berishga harakat qildik. Ma'lumki, zamonaviy bojxona xizmatini tashkil etishda laboratoriya bo'limlarining o'rni beqiyosdir. Markaziy bojxona laboratoriyasida tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasi yuritilib, bojxona ekspertizalari amalga oshiriladi. Ilmiy tadqiqot va ilmiy metodik izlanishlar olib boriladi. Hozirgi kunda bojxona laboratoriyamiz eng zamonaviy analitik qurilmalar bilan jihozlandi. Bu mustaqilligimizning sharofati bilan hozirgi kunda ekspertiza o'tkazish borasida olib borilayotgan ishlarimiz osonlashishiga erishdik. Bir so'z bilan aytganda, barcha sohalarda bo'lgani kabi istiqlol yillarida bojxona tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ham o'z samarasini bermoqda. Nargiz Sobirova, Jasur Abdujalilov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.